qilichlar ustasi simulyatoriga tushib qoldi. Ya'ni menda 0-darajali qilich bor. Mening vazifam esa uni maksimal darajada kuchaytirish. Bu yo'lda bizni har xil lokatsiyalar, raqiblar va keyslar kutib turibdi. Video esa Crystalix serverda suratga olindi. Agar siz ham qilichlar ustasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, video ostidagi havola orqali Crystalixni yuklab oling. Aynan video ostidagi havola orqali ro'yxatdan o'tganlar sovg'aga mini Artena qo'lga kiritadi. Oldingizda uchib yuradi. Mana biz qilichlar ustasi rejimidamiz. Ko'rib turganingizdek, menda taxtali qilich bor va yana bosganimda qandaydir narsalar qo'shilyapti bittadan. Bu mening kuchimdir. Ular qanchalik ko'p bo'lsa, men ham shunchalik kuchliman. Pastda ko'rsatib qo'yibdi nechtaligini. Agar klaviaturada E tugmasini bossak, qilichni ko'rishimiz mumkin. Eng oddiy bir o'rinli. Bu yerlarda esa umuman hech narsa yo'q. Bu yerda yana har xil NPC'lar bor. Masalan, bunisi donatniki. Video oxirida bu bilan aniq shug'ullanamiz. Bu yerda o'yinchilar to'p ham bor ekan. Birda esa bizda Palados o'zining qancha uroni bilan 293 kvantillion atashmasam, menda esa 87. Ha, o'sishga joy bor. Tushunishimcha, mana bu NPC bizni birinchi lokatsiyaga olib borish kerak. Qani, unda ketdik. O, qiziq narsalar ko'pga o'xshaydi. Donut case va tangalik case. Mana shunisini ochishni xohlardim, lekin 50 mingta tanga kerak ekan. Menda esa qayerdandir 27 mingta bor. Mana bu esa mening birinchi raqiblarimga o'xshaydi. Qani, bu yerga kel, yaramas nima mingta joni bormidi buni? Tushunishimcha, pastdagi kuchi tufayli ularni o'ldirish bunchalik oson bo'lyapti. Va menimcha menga yangi qilichlar ham tushdi. Wow, naqd 3 ta. Suyaklisi 3 ta, toshlisi esa naqd 6 ta jon olarkan. Bu menikidan 6 marta yaxshi. Yangi toshli qilichni tekshirib ko'ramiz. Ajoyib. Menga keys ochish uchun 50 ming kerak edi. Ishga kirishamiz. Ataga 31 ming to'plandi. To'g'ri esa men yangi raqiblarni ko'ryapman. Ular kuchliroq bo'lishi kerak. Qani tekshirib ko'ramiz. 18 ming jon. Ha, ular sezilarli darajada kuchli. Yana ulardan 1,5 ming tusharkan. Ajoyib. Endi shularni qaraman. Qilichlar ham rosa to'planibdi-ku. Hattoki bitta kuchliroq ham tushibdi. 10 jon oladigan. Rostini aytsam, bu unchalik ham qilichga o'xshamayapti. Ha, mayli, bizga farqi yo'q. Eng muhimi bularni jonini ko'p olsa bo'ldi. Qiziq, bu qilichlarni o'zini qandaydir qilib kuchaytirish mumkin emasmikin? Tushunarli. Demak, 5 tasini bittaga birlashtirish mumkin. Shunchalik o'rtasini bosib 12 uron. Mana bu boshqa gap. Kuchaytirish mumkin ekan shunday qilib. Ya'ni 5 ta bir xil qilishda bitta kuchlirog'iga birlashtirish mumkin. 300 ming jon. Sen aqldan o'zgamsan, seni necha yil o'ldiraman axir. Mayli, ketdik. Adashmasam, unda yana 200 ming jon bor edi. Yana ulardan 2 barobar ko'p tusharkan, undan ko'ra mana bularni o'ldirsam yaxshiroq. Qani yangi qilich? Wow, 7 uron menikidan kuchli. Ajoyib, bularni bittada o'ldiryapman hattoki. Bu yerda topshiriqlar bajarsa ham bo'lar ekan. Siz ertaroq sezmabman. 5 ta goblinni o'ldirish. Topshiriq bajarildi va arzimagan 400 berdi. Ha, mayli. Bolg'alarni birlashtirsak bo'ladi. 20 uron yomon emas. Boshqa oddiy qilichlarni esa birlashtirgandan ham foyda yo'q. Yetarli darajada kuchli bo'lishmayapti. Afsus. Aytgancha, keys ochish vaqti yetib keldi. Qani ochib ko'raylikchi, umid qilamanki eng kamyobi tushadi. Qani, eng oddiysi. Bu hayvoni kuchini 75% ga kuchaytirar ekan, juda ham yaxshi. Mana bu NPC'ni hali ko'rmadik cho'g'i. Bunda kuchayish mumkin ekan. Tezlikda 3% ga 50 ming evaziga olg'a. Yangi qilich. Bu qancha jon oladi? Baraban sadolari ostida 28. Ajoyib. Bu ishni ancha tezlashtiradi. Mana bularni ham o'ldirsa bo'lyapti. Qiziq, o'zi bu lokatsiyada eng qudratlisi kim ekan? Mana sizlarmi o'zga sayyoraliklar million joninglar bormi? 6 million? 6 million? Tushunarli. Demak, hali erta sizlarga mana bularni chopamiz. Bularni esa birlashtiramiz. 34. Mana bu yaxshi. Yana ozgina farm bilan shug'ullanamiz. 50 ming emas, 200 ming to'plab qo'ydim. Hammaylar ortiqchasi bo'lmaydi pulni. Yana menimcha tezlikda oshirgandan ko'ra kuchni oshirgan yaxshi. Naqd 25% ga ortdi. Ajoyib. Donut case. Juda ham ochishim kelyapti, lekin hali erta. Video oxirida ochamiz. Bularni qaranglar qancha kuch qo'shadi. Bu yerda 500 ga ochsa bo'ladigan case'lar bormidi? Lekin ataga 10% lisi tushdi. Ha, mayli. Yana ozgina case'lar ochib ko'ramiz. Mana 3 ta eng kuchlisini taqib qo'ydim. Birgalikda ular yaxshigina kuch qo'shish kerak. Endi har bitta zarbada 256 dan qo'shilyapti. Bu yana nimasi? Kuch boosteri? Tushunishimcha, ayni paytda men qanchalik ko'p klik qilsam, kuchim shu qadar oshadi. Masalan, hozir 1,5 marta oshdi kuchim. Qani hammasini chopamiz vaqtdan foydalanib, paytdan foydalanib, mana buni ham chopib yuborish kerak deb hisoblayman. Qani ishga kirishdik. Hu, daladim. 100 ming pul berdi, lekin bu yana nimasi bo'ldi?
Bo'ldi, bu qayta tug'ilish ekan. Ya'ni buni bosganimizdan keyin bizning balansimiz va kuchimiz 0 ga tenglashadi. Lekin bundan so'ng biz tezroq kuchayishni boshlaymiz. Ya'ni buni bosish kerak. Tayyor. Faqat bundan oldin pulimni ishlatib olsam bo'lardi. Rostdan ham kuchimiz endi 260 dan emas, 550 dan ko'payyapti. Aytgancha sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, barcha qilichlarni o'chirib tashlash mumkin. Aytgancha mana bu do'stimizning oldiga ham anchadan beri kelmadik. O, topshiriq ham bajaribman. 50 ming yomon emas. Bu to'plangan pulga ozgina keys ochsak bo'ladi. Yaxshigina kamyob tushdi. Kuchimni naq 4,5 marta oshiryapti eng kuchlisi. Endi har bir zarbamdan 1200 ga kuchim oshyapti. Ajoyib. Juda ham ko'p jon olyapman, lekin anchadan beri qilichimni kuchaytirganim yo'q. Kuchaytirib olsam bo'lardi. Mana bunisidan 5 ta yig'ilibdi. Birlashtiramiz. 56. Menimcha endi hech qanday boosterlarsiz ham seni o'ldira olaman. Yana topshiriq ham bajarildi. Yangi qilich menikidan kuchlimikin? Yo'q, ozgina qolar ekan, afsus. Bu vaqtga kelib balansimda million to'plandi. Ajoyib. Tezlikni kuchaytirib tashlaymiz. Bu lokatsiya uchun maksimal darajada kuchaytirdim. Menda pul hali juda ham ko'p. Menimcha keyslarni yaxshigina ochish vaqti yetib keldi. Afsonaviy uy hayvonlari tushmadi, lekin yaxshigina kuchlilarini to'pladim. Endi 2,5 mingdan to'planyapti kuch. Menimcha men keyingi lokatsiyaga o'tish uchun yetarli darajada kuchli bo'ldim, lekin hech qayerda u yerga olib boradigan yo'lni topa olmayapman. Nega? Menda bir taxmin bor. Balki mana bundagi barcha topshiriqlarni bajarsa, keyin yangi lokatsiya ochilar. Bizda boshqa iloj ham yo'q ekan, shu teoriyani albatta tekshirib ko'ramiz. Ajoyib, topshiriq bajarildi. Hozircha qilichsimon to'qmog'imni yana bir bor birlashtirsam, juda ham qudratli bo'lsa kerak. Umid qilamanki, bu yaramasda ham topshiriqlari tugab qoldi. Ha, mana tugadi ham, boshqa topshirig'im yo'q deyapti. Xo'sh, endi qanday yangi lokatsiyalarga o'tish mumkin, tushuna olmayapman. Qanday o'tish mumkin axir? Bo'lishi mumkin emas. Afsonaviysi, boya shu ochganimda tushgani yo'q, endi bittada tushib qoldi. Yaramas. Yaxshigina kuchaytirdi lekin. Bo'lishi mumkin emas. Nahotki bu NPC shuncha paytdan beri shu yerda turganmidi? Dahshat. Men bo'lsa qidirib yuribman. Mayli, keyingi lokatsiyaga o'tamiz. 500 bizda bor, lekin nimadir yetmayapti. Yana bir qayta tug'ilishni amalga oshirishimiz kerak ekan. Yangi qilich ham tushdi. Qani ko'raylikchi, 125 jon oladi. Mana senga qilich bo'lmasam, qurbaqalar quroli, lekin ajoyib ko'rinyapti va mana bularni 2 zarbada yo'yyapti. Mana buni tushunaman. O'zi qayta tug'ilishga qancha yetmayapti? Hech qancha. Mana buni ham chopsak, yo'q, bo'ldi, tayyor. Xo'sh, nima bo'ldi? Yana hamma narsadan ayrildim. Yangi lokatsiyaga o'tish uchun yana 500 ming to'plashim kerak. Olg'a. Tayyor. Tushunishimcha endi biz yangi lokatsiyaga va nihoyat bora olamiz. U yerda yanada kuchliroq raqiblar, keyslar va eng muhimi qilichlar bo'ladi. Olg'a. Tushunishimcha biz endi qaroqchimiz. Bu yerda ham keys bor, yana portal. Mana bu keys 4,5 million bittagini ochish. Sizlar aqldan ozganmisizlar? Va albatta personajni kuchaytirish. Mening birinchi raqiblarim esa matroslar. Qani ko'raylikchi, joni unchalik ham ko'p emas. Bemalol yo'q qila olamiz. Bizga yangi qilich to'g'rig'i bolg'a tushdi. 100 uronli. Menikidan kuchsiz, lekin 5 ta to'plansa. Yana bir yangi qilich, faqat juda ham kuchsiz ekan. Yana bu yaramaslardan 750 dan tushyapti. To'playmiz. 5 ta bolg'a ham to'plandi. 200 jon. Mana bu endi ularga aniq yoqmaydi. To'g'rimi matros? Qani bitta tatib ko'rasanmi? Aytgancha, mening balansimda qaranglar qancha to'plandi. 8,5 million. Jack, sen ularni boshlig'imisan? Yo'q, seni urib bo'lmayapti-ku. Unda kimsan? Tushunarli, sen topshiriqlar berasan. Topshiriq bajarildi. Xo'sh, birinchi semenga qancha bermoqchisan? 350. Bizga hozir palubani butunlay tekshirib chiqish yaxshi bo'lardi. Faqat bundan oldin kuchayishimiz kerak. 20 million menda, bunga yaxshigina kuchayish mumkin deb o'ylayman. 58 million? Yaxshi, unda keys ham ochib ko'ramiz. Hech bo'lmasa eng oddiysi emas. Mana eng oddiysi. Bular eng oddiysi bo'lsa ham, lekin menikidan baribir kuchli. Eng qudratli qilichni olish maqsadimdan bu balandlik ham to'xtata olmaydi. 257 million jon. Mayli, o'ldirish unchalik ham muammo emas. Yana yaxshigina pul tushyapti. 5 million. Yangi qurol 500 jon olarkan, lekin qilich emas. Qilichlar ustasi rejimida qilich yo'q. Yana bir yangi qilich, Minecraftdagi oltin qilichmi? Xo'sh, bu safar qancha pul berasan topshiriq uchun? 20 million yomon emas. 150 millionga maksimal darajada kuchayamiz. Ha, kuchaydik. 138 mingdan to'planyapti endi kuchimiz. Qaroqchilarning kapitaniga yetib keldik. Uning joni esa 6 milliard. Bu qandaydir hazilmi?
78 million, lekin zo'r to'lashdi. Lekin baribir bu juda ham ko'p vaqt oldi. Shuning uchun menimcha yangi qilich kerak. Oltin qilichni 5 ta to'plab birlashtirmoqchiman. Menimcha yetarlicha oltin qilich to'plandi. Ha, 5 ta birlashtiramiz va 600 jon. Ana bo'ldi tayyor. Mana bu yerda kuchni ham 200 millionga kuchaytirib qo'ysak, keyingisi yarim milliard. Sal bo'lsa ham kuchaygan ekanmiz, endi o'sha mahluqlarni chopsak bo'ladi. Yana bitta topshiriq bajarildi. Tushunishimcha qayta tug'ilishni amalga oshirishimiz mumkin. Qani unda bosdik. Ellanati birinchi pulni ishlatish kerak edi. Hech bo'lmasa topshiriq uchun 46 million qaytarishdi. Endi men shularni hammasiga case ochmoqchiman. Qani ketdik. 5%lisi 320 ming edi, 680 ming bo'ldi. O'sish katta. Yana bir topshiriq kapitanning boltasini olib kelish kerak. Menimcha u kapitandan tushsa kerak. Mayli ketdik. Buni qarang, Mr. Pumpkin degan o'yinchi menga 30 daqiqaga 25% kuch qo'shadigan effekt sovg'a qilibdi. Nima ham derdik, rahmat. Bolta ham tushdi. Eng qizig'i bu boltani oldin tushganlardan umuman farqi yo'q. Bu topshiriq uchun esa bizga 100 million berishdi. Bunga kuchni ko'paytiramiz. Qolganiga esa case ochamiz. Afsonaviylari tushmadi, hammaydi, lekin endi salkam 1 milliondan to'planyapti. Kuch esa salkam yarim milliard. Yangi topshiriq admiralni yakson qilish. Ketdik. Tushunishimcha admiral bu lokatsiyadagi eng qudratlisi. Joni qancha ekan? 123 milliard. Bittasi uchun 400 million yomon emas. Yana ikkita admiralni yo'q qilishdan oldin pulimni 1 milliardga yetkazmoqchiman. Bu pul bilan esa ozgina kuchayaman. Tezlikni oshiramiz va ryukzakni tayyor. Yetmadi. Menda reja bor. Hozir maksimal darajada ko'p oltin qilichlar to'playman-da, hozirgi oltin qilichimni 3-darajaga ko'taraman va shunda uning uroni va nihoyat oltin qilichlarni to'plab bo'ldim. Endi mana buni birlashtiramiz va mana buni birlashtiramiz. Bizda esa oltin qilichlarni juda ham ko'p vaqt to'plagan bo'lsam-da, bu shunga arzirdi. Yangi qilich menikidan kuchli bo'lsa, yo'q, kuchsiz ekan. Yaxshi. Yana ikkita admiralni yo'q qilsam kifoya, maqsadga erishaman. Xo'sh, bu topshiriqqa qancha pul berasan? Hech qancha. Yana bu oxirgi topshiriq edi. Menimcha bu lokatsiya bilan ham tugatganga o'xshaymiz. Keyingisiga o'tish vaqti yetib keldi. Faqat bundan oldin menga bir nechta bolta kerak. To'planib birlashtiramiz. 1000 uron ajoyib. Xo'sh, endi keyingi lokatsiyaga o'tsak ham bo'ladi. Qancha pul kerak ekan? 7 milliard. Menimcha 5-6 ta admiral o'ldirishimizga to'g'ri keladi. Menimcha yangi qilich tushdi. Qancha jon olar ekan? 425 ming. Oh my god! Mana buni kutib turdim, aynan shu kerak edi meni vaziyatimda. Endi hammani chopaman o'ngga chapga. Faqat shishadanmi bu? 6 milliondan. Kapitan necha zarbaga borar ekansan? 3 ta, ajoyib. Ishni yanada tezlashtirish uchun menimcha bir nechta keyslar ochsam arziydi. Ming afsus, bironta ham yaxshirog'i tushmadi. Donatli keysni ochsammikin? Yo'q, video oxirida ochaman. Agar hozir ochsam, agar juda ham o'yin oson bo'lib ketadi. Bunaqasi bizga kerak emas o'yin oxirida, lekin juda ko'p ochaman. Yaxshisi ham tushdi. 5 million 900 dan 6 million 700 ga ko'tarildi. Hattoki shunday qurol bilan ham bu juda sekin, juda ham. Menimcha qayta tug'ilish amalga oshiradigan vaqt yetib keldi. Lekin hozir bunday qilsam, shuncha to'plagan pulimdan ayrilaman. Yaxshisi hozir 7 milliardga u yerni sotib olib, keyin qayta tug'ilish qilaman. Bu safar pulni tejab qolaman. Keragidan ham ortiq to'pladim. Endi bemalol keyingi lokatsiyaga o'tsam bo'ladi. La'nati! Yana bir marta qayta tug'ilish o'tkazish kerak ekan. Bu degani men barcha pullarimdan ayrilaman. Bu ishni boya qilish kerak edi. Nachora, boshqa yo'limiz yo'q. Nol bo'ldi. Ammo kuch endi 18 milliondan to'planyapti. Obbo, yaxshilab kuchaymagunimcha bu mahluqlarni o'ldirish abadiy vaqt oladi. Bo'ldi, men qaytdim. Yana 7 milliarddan oshiq pulim bor. Endi teleport qilamiz. Nima? Yana bir marta qayta tug'ilish qilish kerak ekan. Qanday dahshat! Buning uchun qancha to'plash kerak kuchda axir? Mayli, boshladik.
Shuncha vaqt o'ldirib, atigi 3 dan 1 qismini bajardim. Bu haqiqiy dahshat. Shuning uchun men Kristalik egalaridan yordam so'radim va ular berishdi. I tugmasini bosamiz va bizda donat menyusi ochiladi. Bu yerda eng pastiga tushsak, promokodlar joyi bor. Shu yerga mana bu promokodni yozsangiz, promokodni videosida yoki qadalgan xabarda topishingiz mumkin. Promokodni ishlatganimizdan keyin bizga 3 ta donatli darslar beriladi. Bu darslar kuchni oshiradi. Nechtasini birdaniga ishlatishni tanlaymiz? Bu damlama kuchingizni 100% ga oshiradi. Ayni muddo. Endi ish ancha tezroq ketadi. Bundan so'ng yana 600 ta donat valyutaga bitta kalit sotib oldim. U orqali mana bu chiroyli keysni ochish mumkin. Umid qilamanki, shunchaga kamyob o'tishadi. Qani ketdi. Deyarli eng kamyobi. Yana bir narsa, bu keysda atagi 300 ta donat valyutaga ochish mumkin ekan. Men esa 600 taga mana bu lanatlangan kalitni sotib olibman. Endi hozir tushgan narsani topib olsak, qayerda u ham mana. Endi buni taqamiz. Xo'sh, eng muhimi kuchimni qanchaga oshirdi? 44 million. Ha, oshiribdi. Endi maqsadga qaytamiz. Bo'ldi, 125 milliard kuch yig'ildi. Endi qayta tug'ilishni amalga oshiramiz va baridan ayrilamiz. Eski lokatsiyaga o'tish uchun 7 milliard kerak edi. Obbo, yana to'plash kerak. Va nihoyat 7 milliard ham boshqasi ham tayyor. Teleport tugmasini bosaylik va yangi lokatsiyaga o'taylik. 3-lokatsiya Xitoynikiga o'xshaydi. Bu yerda ham boshqa lokatsiyalardagidek NPC'lar, keyslar hammasi bor ekan. Birinchi raqiblarni ko'ryapman. Jon qancha? 200 milliard yomon emas, lekin meni qilichim oldida maydalanyapsizlar. Yangi qilichlar ham yo'g'ilyapti. Menikidan salkam 2 barobar kuchli. Bu eng oddiy qilich ekan, demak undan ko'p tushadi. 5 ta to'plab ko'ramiz. Qilichlar to'plandi, endi birlashtirish qoldi. Qani 17 ming. Yangi raqiblarda kuchini tekshirib ko'ramiz. 5 trillion jon. Seningcha meni 5 trillion jon bilan qo'rqita olasanmi? Bitta keys 6,5 milliard dahshat. Nahotki bo'lishi mumkin emas. Afsonavisi. Har bitta zarba milliard qo'shyapti. Orqasidan 4%lisi. Qanday buni tushunish kerak? Eng kuchlilarini taqamiz va bizda bo'ladi 1,5 milliard. Har bitta zarba 1,5 milliard kuch qo'shyapti. Menimcha donatli keyslarni ham ochadigan vaqt yaqinlashyapti. Mayli 3 ta ochib ko'raylikchi. Mening afsonaviy uy hayvonlarim endi hech kimga kerak emas. Donatlilari bor. Bular 210, 210, 275. 3 milliarddan qo'shilyapti. Mana bu dahshat. Buni tekshirib ko'ramiz. 180 trillion jon. Buni qanday o'ldirish mumkin o'zi? Bitta yaradori bor ekan, mana shunisini yo'q qila olaman. Bundan tushadi 29 milliard. Bu lokatsiyadagi eng kuchli askarlar, joniylar sizlarni bu qanaqa son o'zi? Buni qancha joni borligini o'qiy olmayapman. Bu yerda esa yana bor ekan lokatsiyalar. Qandaydir qilish tushdi menga. Qancha jon oladi? 42 ming. Do'stlar, menimcha videoning eng qiziq qismi yetib keldi. Men juda ham ko'p donat keyslar ochaman hozir. To'g'rirog'i hech bo'lmaganda mana bu hayvonot tushguncha. Atagi 15%li. Bundan oldin esa yana bir ish qilish mumkin. Mana bunday qayta tug'ilish. Xo'sh, endi keyslarni ochishga tayyorman. Umid qilamanki, cho'taklarim bo'shashga ulgurmaydi. Nahotki shunchalik tez. Afsonavisi yana 5%lisi. Men o'ylaganimdan ham yaxshirog'i tushdi. Buni hozirroq taqib ko'ramiz. 459 kuch qo'shar ekan va endi 50 milliarddan to'playapman. Menimcha men dahshatli darajada kuchaydim. Shu joyda to'xtatamiz. Agar sizga davomida nima borligi qiziq bo'lsa, video ostidagi havola orqali Crystal X'ni yuklab o'zingiz ko'rishingiz mumkin.